Tobiylardan Urva ibn Zubayr bor. Sahoba Abdulloh ibn Zubayrning o'g'li. Bir kuni Umaviylarning sultoni Urvaga xat yozadi. Ey Urva, biz seni Shomda Dimashqda ko'rishni xohlaymiz deydi. Urva yoniga bir farzandini oladi, yo'lga chiqadi. Shom tuproqlariga yetganda oyog'iga bir kasallik ilashib, juda qattiq kasallikka uchraydi. Xalifani oldiga kelganda xalifa aytadi, "Meni mehmonim bilan yaxshilab shug'ullaninglar" deydi. Tabiblar aytadi, "Ey Urva, biz seni oyog'ingni kesishimiz kerak" deydi. "Kesmasak bo'lmaydi" deydi. Urva aytadi, "Mayli" deydi. "Kessangiz kesing" deydi. Shunda tabiblar aytadiki, "Biz senga" deydi, "bir qadaq ichida, ya'ni odamni mast qiladigan ichimlik beramiz. Mana shuni ichishing kerak. Shunda og'rig'ing unaqa kuchayib ketmaydi-da, xushing ozgina pasayadi" deganda Urva aytadiki, "Men qanaqa qilib Alloh menga harom qilgan narsani tomirlarimda o'qishligim kerak" deydi. "Bu ishni aslo qilmayman" deydi. "Agar xohlasangiz" deydi, "namozga turganimda keling" deydi, "oyog'imni kesing" deydi. Urva namozga turganda tabibga kelib oyog'ini kesib olishadi. Qon ko'p ketganligi sabab oyog'ini zaytun yog'iga, qizib turgan zaytun yog'iga bo'tirib, qonni to'xtatishganda shu vaqtda Urva og'riq kuchliligidan hushidan ketib o'zini yo'qotadi. Tabiblar Urva bilan chodirda shug'ullanib turgan vaqtda Urvaning o'g'li chodirdan tashqariga chiqadi-da, bir hayvon tepib o'ldirib qo'yadi. Tabiblar Urva o'ziga kelgandan keyin aytishadi, "Ey Urva, Alloh sendan bir oyog'ingni oldi." Urva aytadiki, "Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Allohumma va lakal hamd." Biz Allohdan keldik va yana Allohga qaytamiz. Urva, "Alloh taolo seni farzandlaringdan birini oldi" deyshadi. Urva aytadiki, "Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Allohumma va lakal hamd." Albatta biz Allohdan keldik, yana Allohga qaytamiz. Hamd Allohga bo'lsin deydi. Urvaning bu holatini insonlar ko'rib hayron qolishadi. Keyin Urva Allohga duo qiladi. "Ey Robbim, agar sen mendan bir a'zoyimni olgan bo'lsang, albatta 3tasini menga qoldir. Agar meni bir farzandimni olgan bo'lsang, albatta bir qanchasini menga qoldirding." Shunda Urva Allohga duo qiladi. "Ey Robbim, agar meni bir a'zoyimni olgan bo'lsang, 3tasini menga qoldirding. Agar meni bir farzandimni olgan bo'lsang, 6tasini menga qoldirding. Ey Robbim, agar sen insonni bir marta imtihon qiladigan bo'lsang, 1000 marta ofiyat ichida yashatasan. Agar insonlardan bir narsani olgan bo'lsang, unga ko'p narsalarni qoldirasan" deydi. Odamlar uni qanchalik sabrli ekanini, hatto shunaqa musibat ustida, shunaqa holatda ham Alloh taoloning qadriga taslim bo'lib, unga roziligini, unga shukr qilganini anglab yetishadi. Urvani bu darajaga yetkazgan narsa nima edi? Urva Alloh taolo olganiga emas, Alloh taolo bergan ne'matlarga qarashligi. Shu bergan ne'matlarni tushunib yetishligi. Alloh xohlasa hammasini olardi. Umuman bermasdi ishtima narsa. Alloh taolo bizga bergan ko'z ne'matini umr bo'yi ibodat qilib ham haqqini ado qila olmaymiz. Bir qancha ne'matlar bor sizda. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Alloh taolo bergan ne'matlarni sanaydigan bo'lsangiz, sanovga yeta olmaysiz deydi. Alloh taolo sizga 2ta oyoq berdi, 2ta qo'l berdi. Bittasini oldi, lekin 3tasini qoldirdi sizda. Xohlasa hammasini olardi. Alloh taolo sizni farzandlaringizdan bittasini oldi, lekin boshqalarini qoldirdi. 3tasini, 4tasini, 5tasini. Xohlasa edi Alloh taolo sizga umuman farzand bermagan bo'lardi. Yoki farzand bergandan keyin mana shu farzandlarni yana bitta-bitta qaytarib olishligi mumkin edi. Shundoq ekan, mulk egasidan "Nimaga bu narsalarni mendan olasan?" deb savol qo'yilmaydi-ku. "Nima uchun bu narsalarni mendan yana qaytarib olyapsan?" deb hisob so'ralmaydi-ku. Biz ham Alloh taoloning mulkimiz, badalli Alloh taoloning mulki, sog'lik salomatlik Alloh taoloning mulki, dunyo ham Alloh taoloning mulki. Shundoq ekan, Alloh taolodan "Nimaga bu narsani mendan qaytarib olding?" deb so'rashlikka hech kim haqqi yo'q. Siz nima ish qilib qo'yganingizga Alloh taolo sizni tug'ilmasingizdan oldin shuncha bir ibodatlarni qildingizda, keyin Alloh taolo sizga qo'l berdi, quloq berdi, ko'z berdi, badan berdi, ruh berdi, shunaqami? Yo'q, unaqa emas. Siz hech narsa qilmagan holatingizda Alloh taolo bularni hammasini sizga berdi. Bekorga berdi, tekinga berdi. Vaqti kelsa, xohlasa hamma narsani yana shunday qaytarib oladi. Shukrni asosiy kaliti inson Alloh taolo olgan narsaga emas, Alloh taolo bergan ne'matlarga qarashligi. Shukrni asosiy kaliti inson Alloh taolo olgan narsaga emas, Alloh taolo bergan ne'matlarga qarashligi. Mana shu ne'matlarni tushunib yetishligi. Alloh u bandada qoldirgan ne'matlarni ko'ra olishligi. Alloh a'lam.